Kim bo'lib beraman, o'zim ko'tarib beraman. Yomonni ham. Hop, quloq solinglar. Hozir darsni darsimizni boshlayotganimizda imkon qadar texnik harakat qilamiz. Ma'ruzani sizlar kursni tushundilaring. Birinchi darsimiz emas bu. Uni diqqat bilan eshitib, navbat bilan qonuniyat bilan kelaveramiz. O'rtada ayrim savol javoblarimiz qonuniyatga ketaverishi mumkindir. Hammalariga. Bu yerda yozdingmi degan texnologiyamiz o'rada ketmaydi. Yozsangiz yozib olasiz, bo'lmasa ketaverasizlar. Har bittasini. Zarur joylar biz Hurmatli talabalar, bugungi darsimizning mazmuni boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlarni o'rganish metodikasi. Siz bilasizki, o'tgan darsimizda boshlang'ich sinflarda raqamlash metodikasi bilan to'liq tanishdingiz. Shu bilan bir qatorga xususiy metodikani o'rganishda umumiy metodikaning vazifalari bilan tanishib chiqdik. Ana endi umumiy metodikada egallangan bilimni xususiy metodikaga tatbiq qilishimiz zarur bo'ladi. Agar biz umumiy metodikaga qanchalik zaxirani yig'gan bo'lsak, endi umumiy metodikaning har bitta qismini shaxsiy metodikamizda ishlatamiz. O'tgan darsda biz sizlar bilan boshlang'ich sinflarda raqamlash metodikasini o'rgandik. Demak, raqamlash metodikasini o'rganganda nimalar bilan tanishgandik? Demak, uning maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari, turlariga ega bo'lishi matematika o'qitish metodikasini shakllantiradi o'qishni. Endi bugun biz sizlar bilan o'rganganimiz jarayonida mana shu bilan bir qatorda raqamlashda sinflarga ajratiladi. Bu sinflarga ajratish jarayoni demak, birinchi sinf, ikkinchi sinf deb har bittasi raqamlash metodikasini biz 3 ta sinfga ajratib o'rgangan edik. Mana jumladan sizlarga o'rganganimizni har bittasida sinflarda o'rganishda. Demak, o'rganganimizda birinchi sinf xonalarini o'rganganimizda biz sizlar bilan nima qaysilarini o'rgandik? Yuzliklar, o'nliklar, birliklar bilan ifodalanishi. Mana 345 deyapman. 1000 deyapman. Endi birini qo'shib yangi xona birligi hosil bo'lishi bilan endi mana bitta minglar sinflar. 3-sinfimiz millionlar sinfi bo'ladi. Siz mana shu raqamlarni istalgan paytda to'la yozib olishingiz kerak bo'ladi endi. Mana shu millionlar 3 ta sinf o'rganimizda necha xonadan iborat ekan hammasi? 9 ta xonadan iborat ekan. Har bittalarning xonalarining yozilishi va raqamlarning yozilishi, o'qilishini biz o'tgan darsimizda sizlar bilan mashq qilgan edik. Bugungi o'rgangan asosiy mavzularimizdan biri asosiy miqdorlarni o'rganish metodikasi bo'ladi. Marhamat, mavzumuzni bilan yozing va tanishing. Boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlarni o'rganishda biz davlat ta'lim standarti va modernizatsiyalashgan dastur mazmuniga ko'ra boshlang'ich sinflarda o'rgangan miqdorni alohida klassifikatsiya qilib o'rgangan. Bugungi mavzumizning biz mazmunida demak, boshlang'ich sinfda o'rganilgan miqdorlarning umumiy masalalari, demak, qaysi miqdorlar o'rganiladi va qanday tartibda o'rganilishi haqida fikr mulohaza yuritamiz. Shu bilan bir qatorda o'rgangan asosiy miqdorlardan uzunlik o'lchov birliklari, massa o'lchov birliklari va shu bilan vaqt o'lchov birliklari bilan tanishib chiqamiz. Mashg'ulotimizning maqsadini bilganingizda siz amaliyotda chiqarinlik tanish bo'lasizki, demak uning ta'limiy maqsadi, tarbiyaviy maqsadi va rivojlantiruvchi maqsadlarga alohida e'tibor bilan qaratasiz. Boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlarni o'rganish metodikasi bilan tanishganimizda biz asosan yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti va modernizatsiyalashtirilgan dastur talabiga ko'ra har bitta o'quvchilar egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalar dasturda alohida qilib ko'rsatilgan. Demak, boshlang'ich sinflarda o'rganganimizda dastlab 1-sinfdan boshlab qani o'quvchilar 1-sinfda qaysi bir miqdorlarni o'rganamiz, 2-sinfda qaysi birini o'rganamiz, 3-sinfda qaysi birini o'rganamiz, 4-sinfda qaysi birini o'rganamiz, har bittasiga alohida to'xtalamiz. Qani u miqdorlar nima ekan o'zi degan masala bo'ladi. Demak, o'lchov birliklari bilan ifodalansa bular hammasi miqdorlar bo'lib hisoblanadi. Qani uzunlik o'lchanadimi? O'lchanadi, demak miqdorlar deymiz. Og'irlik deymiz. Shu bilan bir qatorga asosiy miqdorlar ustida arifmetik amallar bajariladi. Shu bilan bir qatorda ismli sonlar ustida ham arifmetik amal bajariladi. Ismli sonlar nima ekan? 1, 2, 3 desam agar 1 kilogramm yoki 10 sekund
yoki 15 yil desa bu ismli sonlar bo'ldi. Ismli sonlar ustidan nima arifmetik amallar bajarish mumkin ekan. Demak, darslar biz 1-sinfdan boshlab o'rganganimizda miqdorlarda, demak, asl uzunlik, og'irlik va hokazo o'lchov birliklarini boshlaymiz. Lekin tayyorgarlik davridan raqamlashgacha bo'lgan tayyorgarlik davrida o'quvchilar bu matematik tushunchalarni shakllantiriladi va tasavvurlar rivojlantiriladi. Demak, vaqtni tanishtirishda o'quvchilar bilan, demak, ular o'quvchining kundalik rejimi, demak, shu bilan bir qatorda raqamlashga olib bo'lgan tushunchalar bilan tanishadi. Demak, oldida, orqasida qancha bo'lsa shuncha, erta, endi, bugun, kech, kunduz, shu bilan bir qator fasllar bilan tanishadi. Birinchisi uzunlik o'lchov birlari bilan uzunlik o'lchov birliklaridan metr, detsimetr, santimetr bilan sanashadi. O'rganib chiqishadi. Ana bugun biz sizlar bilan mulohaza qilganimizda, demak, bugun talabalar miqdorlarni o'rganishda bilish kerak bo'lgan alohida nimaga e'tibor qilamiz. Demak, har maktabning qaysi sinfda matematika kursi fani bo'yicha o'quvchilar qanday miqdorlar va ularning o'lchov birliklari bilan tanishishlari lozimligi. Demak, bunda 1-sinfda nimani o'rganadi, 2-sinfda nimani o'rganadi, 3-sinfda nimani o'rganadi va 4-sinfda nimani o'rganish haqida mulohaza yuritamiz. Shu bilan bir qatorda boshlang'ich sinfda miqdorlar haqida tushunchalarni tasavvurlarni shakllantirish umumiy yo'nalishni bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bular qaysidir ekanligiga qaratamiz. Maydonlarda o'rganishda o'quvchilarda miqdorlar haqida tasavvurlarni shakllantirish uchun umumiy yo'nalishga qo'llay olish bilish kerak. Shu bilan bir qatorga maqsadlarga yo'naltirilgan amaliy ishlarni tashkil eta bilish kerak. Miqdorlarni o'rganishga turli xil vositalardan foydalana olish kerak bo'ladi. Demak, biz shuni o'rganaylik. Lekin shu bilan bir qatorda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasining konsentrik tuzilishda ekanligidan ko'z oldimizga keltiramiz. Sizga ma'lumki, boshlang'ich sinfda matematika o'qitish metodikasi konsentrik tuzilishga ega deganmiz. Demak, konsentrik tuzilishga ega degan darslar biz 10likni o'rganamiz. Bundan keyin 100likni o'rganamiz. Bundan keyin minglikni o'rganamiz. Mana minglikni va bundan keyin ko'p xonali sonlarni o'rganamiz. Ko'p xonali sonlarni o'rganamiz. Mana shu darslar sizga biz nima degandik mayli? Algebra elementlari va geometriya elementlarini o'rganib kelganmiz. Bugungi o'rganishda, demak, boshlang'ичda miqdorlarni o'rganishda qani 10likda qaysi bir bosqichni o'rganamiz? 100likda bosqichda qaysi biri? Minglikda bosqichda qaysi biri? Mana buni qaysi birisi har bittasini o'rganda biz miqdorlarni ham o'rganib chiqamiz. Bu demak, konseptni tuzishga ko'ra har bittasi demak mana bunday qilib nima qilamiz? Miqdorlarni ham o'rganib chiqamiz har bittasini. Shuning uchun biz ko'z oldimizga keltirgan boshlang'ich sinfda miqdorlarni o'rganishda asosiy nimani mazmuniga qaratamiz. O'rganishda asosiy e'tibor berganimiz uzunlik, massa, vaqt o'lchov birliklarida alohida to'xtalib o'tilamiz. Demak, 1-sinfdan boshlab biz o'rganganda boshlang'ich sinflarda darslar mana o'rgangan uzunlik o'lchov birliklari, qani uzunlik o'lchov birliklarini o'rganishda qaysi birlar ekanligini o'rganib chiqamiz. Siz bilasizki, demak, uzunlik o'lchov birliklari qaysi biri? 1 kilometrimiz 1000 metr, 1 metrimiz 100 santimetr, 1 metrimiz 10 detsimetr, 1 detsimetrimiz 10 santimetr, 1 santimetrimiz 10 millimetr ekanligi sizlarga tanish. Shuning uchun biz avval o'quvchilarni o'rgatib kelardik. 1 kilometrimiz 1000 metr, 100 santimetrimiz 10 detsimetr yodlab kelardik. Shuning uchun o'lchov birliklarini o'rnatishda endi biz qani o'quvchilar e'tibor qiling deymiz. O'rganganimizda. Demak, 1 kilometrimiz 1000 metr, 1 metrimiz 10 detsimetr, 1 detsimetr 10 santimetr, 1 santimetr 10 millimetr ekanligini aytamiz. Endi o'qitish texnologiyalarini shakllantirishda oldin yodlab kelaylik. 1 kilometrimiz 1000 metr, 1 metrimiz 100 santimetr va hokazo. Endi aytamiz. Qani 4-sinfdan 5-sinfga ko'chgan bola miqdorlar haqida to'la bilish kerak bo'ladi. Mana o'rganamiz. 1 kilometrimiz. Kilometrga qo'ydimmi? 1 ni qo'shib olaman. 1 kilometr 1000 metr. Metrga to'xtagan 1 ni qo'shib olaman. 1 metrimiz 10 detsimetr. 1 detsimetrimiz 10 santimetr. 1 santimetrimiz 10
millimetrga ekanligi ko'rinadi. Mana bunday qilib. Demak, biz boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish jarayonida o'qitishni modellashtirishga intilishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'quvchining fikrini siz chizmaga ko'chiring va chizmadan o'quvchining fikrini olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu shu bilan bir qatorda uzunlik o'lchov birliklarini o'rganishni biz sinflar bo'yicha klassifikatsiya qilib chiqamiz. Demak, birinchi sinfda biz o'rganadiganimiz metr, detsimetr, santimetr. Ikkinchi sinfda keyin takib o'rganadi. Uchinchi sinfda millimetr, kilometr va hokazo to'rtinchi sinfda o'rganib keladi. Demak, shu bilan bir qatorda o'lchov birliklarini o'rganganimizda kichik o'lchov birliklari uchun ko'paytirib, kichik o'lchov birligiga o'tish uchun ko'paytiriladi, katta o'lchov birliklariga o'tish uchun nima qiladi? Bo'linadi. Masalan, sizga aytamiz. Qani 5 detsimetr 6 millimetrimiz. Qani bir xil o'lchov birligiga o'tkazing. Eng kichik o'lchov birligi qaysi biri? Millimetr. Marhamat, millimetrga o'tkazaman. 5 detsimetrimiz. Mana 500 millimetr, 506 millimetr bo'ldi. Qani katta son bo'ldimi, kichik son bo'ldimi deydi. Endi 1500 millimetrimizni metrga aylantiring deymiz. 1500 santimetr 150 detsimetr va 15 metr bo'ladi. Demak, kichik o'lchovga o'tish uchun ko'paytiriladi, katta o'lchovga o'tish uchun esa bo'linadi. Biroz chizib ketaverasiz. Massa o'lchov birliklari bo'ladi. Demak, massa o'lchov birliklarini o'rganishda biz asosan og'irlik, vazn tushunchalarini shakllantiramiz. Demak, o'quvchilar birinchi sinfdan boshlab biz kilogramm o'lchov birliklarini va shunday bir qator litr tushunchasini kiritamiz. Demak, birinchi sinfda kilogramm o'rgandik yildan. Massa o'lchov birliklarini o'rganganda, demak, eng yirik o'lchov birligimiz qaysi bir ekan? Tonna. 1 tonna. Biz bilamiz, 1 tonnamiz 1000 kilogramm. 1 kilogrammimiz 1000 gramm. Va hokazo ko'rsa, demak, eng yirik mana 1 tonna deb qo'ydim. Undan keyingisi 1 kilogramm. Undan keyin gram. 1 gram. O'rtada 1 sentnerimiz ham bor. 1 sentnerimiz ham bor. 1 kilogramm va 1 gram bo'lsa. Mana. Demak, mana bular o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatamiz. Demak, yozing. Massa o'lchov birliklari ustida quyidagi munosabat o'rinli. Massa o'lchov birliklari ustida quyidagi munosabat o'rinli. Qani endi modelni chizib joylashtiring deymiz. Marhamat, 1 tonnamiz necha sentner? 10 sentner. 1 sentnerimiz necha kilogramm? 100 kilogramm. 1 kilogrammimiz 1000 gram bo'ldi. Ana endi o'rgatamiz. Qani 1 tonnamiz 10 sentner. 1 sentnerimiz 100 kilogramm. 1 kilogrammimiz 1000 gram ekan. Qani o'quvchilar diqqat qiling. 1 tonnamiz 10 sentner. Qo'lingni qo'ydingmi deb, endi birni qo'shib olamiz. 1 sentnerimiz 100 kilogramm. 1 kilogrammimiz 1000 gram ekanligi o'quvchilarga alohida tanishadi. Bu kelgisi agar ko'rgazma qilinib, chiroyli qilinib, fond berib qo'yilsa, bu juda yaxshi o'quvchilarga munosabat demak. Demak, boshlang'ichdan miqdorlarni o'rganishda alohida buni bir modelni chizishdan tavsiya qilishimiz lozim bo'ladi. Marhamat. Sizlarda bunday bir munosabatlarga o'rnatib keldik. Mana siz massa o'lchovlari bilan tanishdingiz. Endi boshlang'ich yana bitta o'lchov birliklari bilan tanishamiz. Bu qaysi bir o'lchov birliklari deymiz? Vaqt o'lchov birliklari. Demak, o'quvchilarni biz vaqt o'lchov birliklari bilan ham tanishtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshlang'ich sinflarda vaqt o'lchov birliklarini o'rganishda biz dastlab birinchi sinfdan boshlab, tayyorgarlik davridan boshlab o'quvchining kundalik rejimini o'rganish jarayonidan vaqt birliklari haqida tasavvurni shakllantiramiz. Demak, vaqt birliklari bo'yicha quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi. Siz bilasiz, vaqt birliklarini o'rnatish jarayonida demak, boshlang'ich sinflarda vaqt birliklarini o'rgatish jarayonida mana quyidagi munosabat o'rinli. Demak, eng yirik demak, bir asrimiz 100 yil.
Bir yilimiz 12 oy. Bir oyimiz 31 kun, demak 28 kunimiz ham bor fevral oyida. Tabiiydan yaxshi. Bir haftamiz, bir kunimiz 24 soat. Bir soatimizda 60 minut. 1 minutimiz 68 ga teng. Demak bir yilimiz 365-366 kundan iborat. Demak vaqt o'lchov birliklarida quyidagi munosabatni o'rnatamiz. Marhamat, mana chizib chiqdingiz. Bir asrimiz 100 yil. Bir yilimiz 12 oy. Bir oyimiz 30, 31, 28, 29 kun. Bir kunimiz 24 soat. Bir soatimiz 60 minut. Bir minutimiz 60 sekund. Ana endi metodikasi nimada? O'quvchiga oldin mana bu usulda biz yodlatib kelganmiz. Qaragin deymiz. Agar 1 soat bo'lsa 1 soat 60 minut. Endi bu soat minutni qo'shib olgin deymiz. 1 minutda o'qigin deymiz. 60 sekund ekanligini mana bu model asosida o'quvchiga shakllantirishga harakat qilamiz. Shu bilan bir qatorda, demak, o'lchov birliklarida amallar bajarish, ularni bosqichga o'tkazishga alohida e'tibor qaratamiz. Marhamat, istiqbolli modelni. Bilan javob qilganda ularni intellekttual qobiliyatini shakllantirishga, hozir javobni shakllantirishda harakat qilinadi. Qani 2 minutda nechta sekund bor? 10 minutgacha. Va hokazo ko'rishdagi topshiriqlar bilan murojaat qilinadi. Demak, vaqt birliklari ustida arifmetik amallar bajariladi. Endi dastlab bu birinchi sinfda biz raqamlash metodikasini tayyorgarlikdan keyin miqdorlarga ham alohida o'rganilib kelinadi. Qancha bo'lsa shuncha ham alohida o'lchov birliklari kelib, mana bu tushunchalar bilan tanishib. Mana biz o'tgan darsda raqamlash jarayonida sizga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan ko'rgazmalardan foydalanish jarayonida ularning mazmuni mana shu tartibda shakllantirishi lozim. Dastlab biz nima qilamiz? Kilogramm bilan birinchi sinfni o'quvchilarni tanishtiramiz. Mana kilogramm qo'yilgan, demak, kilogrammni hayotda qo'llanishi va kilogrammni o'zaro bog'liqligi haqida o'rgatamiz. Shu bilan bir qatorda kilogramm va litr birinchi sinfda o'rganiladi. Mana litr va uni o'rganish jarayonlari. Darsliklarimiz mazmunida mustaqil ish jarayoni o'quvchilarsiz alohida topshirib kerak. Demak, o'zining o'lchov birliklari
Massa o'lchov birliklari. Endi o'lchov birliklarini o'rganishda muhtar o'rganishda har bitta darsning mazmunini ko'rgazmali ko'rsatmalar tashkil etish kerak bo'ladi. Demak, 4-sinfda biz ko'rgazmalarning mazmunini ko'rganimizda har bittasini demak, uzunlik o'lchov birliklari bu haqidagi alohida ko'rsatiladi. Ko'rgazmalar alohida ko'rsatiladi va o'quvchilar bilan savol-javob o'tkaziladi. Tanishtirganda, demak, o'lchov birliklarining barcha turlari, qaysi turlari ustida alohida to'xtalib, ular bilan tanishtirib ketiladi. Demak, o'lchov birliklarining asboblari, o'rganish jarayonlari ham ahamiyat to'g'risida o'quvchilarga tushuncha beriladi. Bu 4-sinfda o'rganiladi bularning hammasi. Endi shu bilan bir qatorda 3-sinfda ham vaqt birliklari o'rganiladi. Demak, biz 3-sinfda yangi o'lchov birligi, demak, minglik bilan tanishtirganda, o'quvchilar uzunlik o'lchov birliklarini kilometr bilan tanishadi. Demak, kilometr ichida 1000 metr ekanligi. Demak, yangi sanoq birligi minglik bilan tanishtirib, o'lchov birliklari kilometr vaqtida o'quvchilar tasavvuriga ega bo'lishadi. Mazmunni yozdik. Yozib ketgan qisqacha tezlashtirib yozinglar. Boshlang'ich sinflarda miqdorlarni o'rganishda yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti va modernizatsiyalashtirilgan dastur talablariga asosida o'quvchilar egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar alohida ajratib ko'rsatilgan. Biz siz bilan endi asosiy o'rganilgan miqdorlarni sinflar bo'yicha klassifikatsiya qilib ajratib o'rganamiz. Demak, birinchi sinfda o'rganiladigan uzunlik o'lchov birliklari, demak, santimetr, metr va detsimetr o'lchov birliklari bilan tanishadilar.
Shu bilan bir qatorda og'irlikdan kilogramm va litr o'lchovlari bilan tanishadilar. Mana biz sizlarga buni alohida ko'rsatamiz. Hozir mana darsliklarimiz mazmunida alohida o'rganasiz. Demak, biz sizlarga yuqorida aytdikki, demak, davlat standarti va dastur mazmunida ko'rsatilganda vaqt miqdori ularning o'lchov birliklari bilan tanishib, ikkinchi sinfda amalga oshirilib boshlaydi. Ungacha tayyorgarlik davrida biz o'quvchilarni ertalab kundalik rejim mazmuni bilan tanishadi. Shu bilan bir qatorda mana o'quvchilarning kunlari, oylari yozilishi, o'qilishi tartibi bilan yil, oy, sutka, kecha, kunduz mavzulari bilan tanishib keladi. Demak, boshlanishda asosiy miqdorlarni o'rganish bo'yicha siz topshiriq bo'ladigan asosiy mustaqil ish topshiriqlari mazmuni mana quyidagidan iborat. Marhamat, yozib olasizmi qisqagina, tezlashtirib. O'rganganimizda mana bularning o'rtasida har bittasi demak konsentr tuzilishning mazmunida o'rganib ketamiz miqdorlarni. Demak 100 ichra raqamlashda 10 da mana konsentr tuzilishni siz aytib o'tib ketdik. Ana shu konsentr tuzilishni o'rganish jarayonida biz mana bu har bittasi mazmunida miqdorlarni o'rganib ketamiz, bosqichlarini o'rganamiz. Harbitas mavzuni o'lchov birliklariga kiradi. Daftarda birinchi sinfdan boshlab daftar bilan ishlash metodikasi alohida tasavvur etadi. Marhamat, mana tanishib ketasiz mazmunni. Har bir miqdorlar, o'lchovlar, bajarilish mazmuni har bittasini. Demak, talabalar, hozir demak biz o'quvchilar bilan dastlab birinchi sinfdan boshlab miqdorlarni o'rganish jarayonini o'rganar ekanmiz. Buning uchun biz daftar bilan ishlashga alohida e'tiborni qaratamiz. Demak, daftar bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini shakllantirishga alohida e'tibor qaratamiz. Mana marhamat qilib qarasangiz, agar hozirgi bu darsning har bittasida qarayib o'rganganimizda qarang. Mana bu daftarda ikkita bet qo'yiladi. Daftarning tepasida berilgan har bitta bet kitobning betiga mosligini bildiradi. Demak, kitobda nechinchi bet qo'ysa, o'sha mavzuga albatta nima qiladi bu? Mos keladi. Demak, bu qo'yilgan darsning har bittasi tayyorgarlik davridan boshlab mana bu yerda miqdorlarni o'rganiladi. Demak, son va sanoqli shakllanishda qani nima, qancha, qanday taqqoslanishlar to'g'risida o'quvchilar o'rganadilar. Shu bilan bir qatorda mana bularni bu predmetlar bilan taqqoslash jarayonida yangi matematik tushunchalar shakllantiriladi o'quvchilarda. Demak, bularning chizilishi, bajarilishi, vazifasi haqida. Shu vaqt shu bilan bir qatorda o'quvchilarga yozma nutqni shakllantirasiz. Qani qaysi bir elementlar bilan chiroyli yozuvni qay darajada shakllantirishimizni daftar bilan ishlash jarayoniga e'tibor qilamiz. Siz amaliyotda e'tibor qaratishingiz lozim bo'ladi. Ko'pchilik hollarda daftar bilan ishlash metodikasi yo'lga qo'yilmasa, o'quvchilarni biz og'zaki yozma to'g'ri shakllantirishga xatolik yo'l qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun daftar bilan ishlashga alohida qaraymiz. Daftar bilan ishlash jarayonida siz birinchi sinfdan bilasizki, agar qaysi birlari chizilishi kerak, qaysi birlarini bo'yash kerak ekanini o'rganib chiqamiz har bittasini. Mana navbatdagi bosqichimizga qarasangiz, keyingi bosqichimizga o'tkazganimizda
qilayotganimizda, demak son va sanoqli shakllanishi, to'g'ri va teskari o'qilish shakllanishi mana daftar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratasiz. Demak, mana bu o'rgatgan shakllarni o'quvchilar ularni bo'yash bilan shug'ullanadi. Har bittasini. Ichi oq ko'rsatilgan. Lekin punktatsion uzuk bilan chizilganlari mana bularni o'quvchi chizib chiqadi. Har bittasi mazmuni. Mana o'quvchilar shu bilan bir qatorda, mana tanishish jarayonida, mana bu sanoqli shakllantirishlar, bular miqdorni o'rganish jarayonida qaysi matematik tushunchalar bilan shakllashga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Qani o'quvchi demak yangi matematik tushuncha, satr va ustun tushunchasi mana bu yerda kiradi endi o'quvchilarga. Qani satr desa doskadan yozsak demak satr, daftarga yozsang bu satr, ustun bo'lsa ustun shakl deb. Qani o'quvchi ustun bo'yicha to'ldiring deymiz. Bitta, nechta ekan? Ikkita, uchta, to'rtta, beshta demak ustun shaklda nima qilamiz? O'quvchilarga sanoq bilan yozdirishni shakllantiramiz. Va shu bilan qatorda endi bunga teskari shaklda endi satr bo'ylab. Qani nechta ekan? 5 ta. Sanab keling deymiz. 1 2 3 4 mana 4 ta. 1 2 3 ta. 1 2 1 sanashtirib o'quvchilarni to'g'ri va teskari sanashni shakllantirib kelamiz shu bilan bir qatorda. Shu bilan bir qatorda bularni o'rganish jarayonida o'quvchilarda didaktik o'yinlar orqali shakllantiramiz. Qani o'quvchilar 10 ga to'ldirish o'yini qiling deymiz. Koptokni olaman-da, koptokni olaman. Qani o'quvchiga qarab 5 desam, u 10 bo'lishi nechta deyish kerak? 5 deyish kerak. Endi nariga o'quvchiga qarab koptok tashlab agar 7 desa, 3 deb javob berish kerak bo'ladi. Unga 2 desa, u 8 deydi. Demak 10 ga to'ldirish bilan o'yinni o'tkaziladi. Kimga agar nima xato aytsa nima qildi? O'yindan chiqdi. Yangi o'quvchi. Endi asta-sekin murakkablashtirilib, endi qo'yiladigan o'sha doiraviy misollar shaklidan aylantirib kelamiz. Qani doiraviy shakl misol aytilganda shunday didaktik o'yin o'tkazingki, siz aytadigan misolingiz javobi bilan boshlansin. Men aytaman, qani 2 + 3 deyman. U aytadi 5 - 2. 5 - 2 desa, u aytadi 3 + 4 deydi. Bu nima deydi keyingisi? 7 + 3. Keyingisi 10 - 2. Faqat ko'za ko'rishda didaktik o'yinlar qiladi. Mana biz mana quyidagi misolda buni ko'rishasiz. Qani mana o'quvchilar qaraymiz. 5 shakllanishlar. 5 - 4. Mana 4 bilan boshlandi. 3 + 1 bo'lib doiraviy misollar bilan aylantirib shakllantirib keladi. Demak, shu bilan bir qatorda o'quvchilarning yozma nutqini ham shakllantirib kelamiz. Demak, biz sizlar bilan demak miqdorlarni son va sanoqli o'rganish jarayonida biz boya oldingi rasmimizda ko'rsatganda aytdikki, o'quvchilar demak to'g'ri va teskari sanashni shakllantirishi, ustun va satr tushunchalari shakllantirishi bo'ladi. Bu kelgusidagi o'sha oliy matematik tushunchalarni shakllantirishga zamin yaratib keladi. Mana navbatdagi bir nimaga rasmga diqqat qiling doskaga. E'tiboringizni qaratganingizda o'quvchilar oralatib sanashni juft sonlar qatori shakllantirishda oralatib sanash mavzusi bilan tanishadi. Ana shu tanish jarayonida sonlarning qatordagi o'rnini toping, o'yinni o'tkazamiz. Qani o'quvchilarga diqqat qiling deymiz. Mana har bitta qator juft to'p bo'yicha sanalib chiqqandan keyin o'rnini top deymiz. Shu bilan bir qatorga yoki bo'lmasa o'quvchilarni har bittasi didaktik qilib o'tkazganda qani bundan oldin o'tkazaman. Qani o'quvchilarni 10 ta o'quvchini chiqaraman. Qator qilib chiqazib qo'yganimdan keyin aytaman. Qani bitta o'quvchiga oraliq sanab chiqing. 1 2 3 4 5 6 chiqqandan keyin har bitta nomerga qani to'q nomerlar bir qatorga, juft nomerlar bir qatorga yozib, shu bilan oralatib sanash orqali juft va sonlar qatori hosil bo'lishi sekin o'rganib keladi. Endi mana bunga diqqatingizni oshiringizni qarang endi. Qani o'quvchilar, birinchi bergan rasmda qushlarimiz nechta ekan? 4 ta. Demak 4 ta olib kelib sonlar qatoridan 4 ta toping. Yaxshi. Qani ikkinchisida nechta ekan? 2 ta. Mana 2 ni topdik. Uchinchisida nechta ekan deymiz? 6 ta. Qani 6 ga sekin chizib olib keladi o'quvchi chiziqni. Olib keladi. Qani keyingisida nechta ekan? 10 ta. Endi bu bilan demak qatordagi o'rnini topdi. Endi bunda matematik mohiyatda qanday matematik tushunchayotganiga e'tiborni qaratishimiz kerak bo'ladi. Unda e'tibor qiling. Qani o'quvchilar, mana bu qatorda nima bor ekan? Qulbinoy. Qani nechta ekan bu qulbinoyimiz? 6 ekan. Qani nechta satrdan iborat? Nechta qatordan iborat? 2 ta qatordan iborat. Qani bitta qatorda nechtadan? 3 tadan. Yaxshi. Unda nechta ustundan iborat bo'ladi? 3 ta ustundan iborat. Har bitta ustundan nechta aytiladi? 2 tadan. Ana, ko'rdingizmi? Demak, o'quvchilarni biz birinchi sinfda qo'shish ayirishni o'rgatish jarayonida ikkinchi sinfda o'rganib ko'paytirish bo'lishga zamin qo'ydik hozir.
aslida mazmunga qaraysangiz, qani har bitta qatorda nechta bor va nechtadan ekanligi to'g'risida. Qani o'quvchilar diqqat qiling deymiz. Mana bu qatorimizda nechta bor bu shaklimizda? 10 ta bor ekan. Mana bu qatorning har bitta satrda nechtadan? Nechtadan? Nechta birinchi satrda nechta? 5 ta. Ikkinchisida nechta? Demak, 5 ni 5 ga qo'shsak 10 ekanligi o'quvchilarga sekin shakllanib keladi. Ana endi qani bu nechta ustundan iborat ekan? 5 ta. Har bitta ustunimizdan nechtadan iborat? Mana bunday ko'rinishdagi savol-javoblar bilan o'quvchilarning matematik tushunchalari shakllanishiga zamin yaratiladi har bittasini. Mana bu har bittasining o'rnida biz o'quvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish jarayonida yangi matematik tushunchalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ularning og'zaki va yozma nutqi shakllanishiga e'tiborni qaratib kelamiz. Aziz o'quvchilar, mana biz sizlar bilan bugungi kunda miqdorlarning mazmuni, ularni tanishtirish, son va sanoqli shakllanish o'rni haqida alohida mulohazalarni yuritdik. Biz navbatdagi mashg'ulotlarimizda bu to'g'risida alohida sinflarda o'rganamiz. Siz bilan birga qatorda hozir mustaqil ish mavzularini o'rganib kelasiz, olasiz. Demak, o'quvchilar bugungi boshlang'ich sinflarda miqdorlarni o'rganish bo'yicha navbatdagi mashg'ulotimizga qadar siz ular miqdorlardan o'rganish uchun alohida mustaqil ish daftaringizga alohida quyidagi topshiriqlarni bajarib kelasiz. Mana sizga ma'lumki, mustaqil ish topshiriqlarida darslikdagi kilogramm massa o'lchovilarini qo'llash masalalar yozing. Demak, siz 4 ta sinfdagini har bittasiga qarab chiqasiz. Qani birinchi sinfda qaysi biri ekan, ikkinchi sinfda qaysi biri, uchinchi sinfda qaysi biri, to'rtinchi sinfda qaysi biri ekanligini alohida mulohaza yuritasiz. Shu bilan bir qatorda litr. Qani litr qaysi sinfda kiritilgan ekan va qaysi nimada o'rganishda alohida o'rganasiz. Shu bilan bir qatorda massa o'lchovlarining o'zaro uzvilik bog'lanib, ularning o'rnatilgan munosabatlar haqida alohida o'tkazib kelasiz. Shu bilan eng muhimi sizda, demak, mana shu asosiy miqdorlarni o'lchov birliklariga oid dars parchasini alohida yozib kelasizlar. Foydalangan adabiy ro'yxatimiz sizga ma'lum ro'yxati yozilgan. Berilgan. You need to